Ko'p ayollar aslida xiyonatdan keyin juda katta o'zgarish bo'ladi. Mana men o'zim tajribamda ko'rganman. Erini xiyonatidan keyin o'qimagan ayol bo'lsa o'qishga kiradi yoki hech qachon bir salonga, kosmetologga bormagan ayol kiyinishini o'zgartiradi, salonga boradi, rivojlangan boshqacha ayol bo'lishni boshlaydi. O'sha paytda, "Xo'p, bu xiyonatni men nimaga ko'rdim? Nimaga men bilan sodir bo'ldi? Qaysi holatimni o'zgartirishim kerak? Ko'rinishimmi, sog'lomligimmi, kiyinishimmi, so'zimmi qayerda o'zgartirishim kerak deb ayol o'ziga savol bersa, o'zgartiradigan holatlari juda ko'p bo'ladi. Chunki ba'zi bir ayollarimiz erkaklashib ketgan bo'ladi. Hamma mas'uliyatni bo'yniga olgan bo'ladi. Chunki ikkita erkak bitta oilada yashamaydi. Ayol o'zligini yo'qotishni boshlaydi, xiyonat kelib chiqadi. Qachonki ayol ojizaligida, ayolligida turib bersa, eng mana shu joyda ham sehrli so'z bor, "Xo'p bo'ladi", eng yaxshisi "Xo'p bo'ladi" degan joyda erkak bu uchun hali aytiladi-yu, tog'larni qalqon qiladi deydi-yu. Erkak har doim ayolni xursand qilishga harakat qiladi. Bizda erkaklashib ketgan ayollarimizda "San qilmasang o'zim qilaman, o'zim eplayman" dedimi, mas'uliyat tushdimi, bo'ldi. Xohlasang, xohlamasang erkaklashib ketasan. Erkak uchun ayol kerak. Men buni har doim aytaman. Qachonki ayol ayolligini his qiladi, erkak erkakligini ushlab beradi, ko'rsatadi.